Demak, hozir Eindhoven markazidaman. Bu to'g'rimizdagi bino Piazza Center deyiladi. Juda ham ko'p shopping nimalari bor, magazinlar, turli xil. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu yerda yerto'laga tushib ketadigan joyi bor. Odamlar juda ko'pchilik kelib, velosipedga ham parking joy topisha olmaydi. O'shaning uchun velosipedni yerto'laga qo'yib, parkingga qo'yib, maxsus velosipedlar uchun qilingan. Keyin atrofda shopping qilishadi. Bu ham xuddi o'zga sayyoraliklar kelib qurib ketgandek tasavvur bildiradigan binosi. O'zlari shunaqa deb yozgan. Demak, mana bu Philips kompaniyasini bosh ofisi, ana yuqorisida Philips yozib qo'ygan. Boshqa tarafdan olsak yana ham yaxshiroq ko'rinadi. Demak, Media Market bu Yevropa bo'ylab magazinlar seti, elektronikalar sotish bilan shug'ullanadi. Hamkasblar bilan gaplashganda, o'zi Eindhoven juda ham kichkina shahar, umumiy diametri bir 7-8 kilometrga to'g'ri keladi. Ko'p katta shahar emas. Philips kelgandan keyin zavod qurgan, u zavod qurgandan keyin asta-sekinlik bilan mana shu Eindhoven atrofida aholi yig'ilib boshlagan ekan. Philipsni muzeyi ham bor, kecha ko'rdim. Demak, bu yoqda Piazza Center, uni qarama-qarshi tarafida demak ko'cha, shopping qiladigan katta ko'cha bor. Shu ko'chada odamlar kiyim-kechak va boshqa narsalar oladi. Asosan mana shu ko'chada bo'ladi. Yana ikkita bunga parallel ko'chalar bor, ularda ham shopping bo'ladi. Demak, Eindhoven markaziy ko'chalari, mana ko'rib turibsiz qancha odam velosipeddan foydalanadi. Velosiped yo'li juda zo'r qilib qurib qo'yilgan, mana ko'rib turibsiz. Burilishda qo'li bilan ko'rsatadi, chapga, o'ngga. Velosiped qatnovi ham juda ko'p. Albertine set magazin Belgiyada ham bor bu. Gollandiyada, boshqa joylarda ko'p ko'rmaganman. Belgiyada bilan Gollandiyada bor. Mana shoppingga kirish uchun odamlar mana velosiped parkingi deyarli hamma joyda qilib qo'yilgan. Bu yoqda ovqatlanish, kafelar. Bugun axlatlarni olib ketadigan kun ekan, ko'chaga chiqarib qo'yishgan. Demak, bu yangi qurilgan bino, studentlar turar joyi ekan. Bu mana Eindhoven markaziy stansiyasi. Eindhoven Central. Ikki tarafda ham, mana chap tarafda ham, mana bu o'ng tarafida ham velosipedlar parkovkasi joylashgan.
shunchaki stansiyani bir yoq tarafidan kirib ikkinchi tarafidan chiqib ketadigan bo'lsangiz hech qanaqa pul olinmaydi. Avval 12 yil avval kelganimda bunaqa nimalar yo'q edi, check-in, check-out. Hozir qo'yib qo'yishibdi. Bu ham shaharni ikki tarafga olib chiqadigan yer osti o'tish yo'li qilib ham foydalansa bo'ladi. Demak, shahardan tashqaridagi kichikroq yo'llarda turibsiz, velosiped yo'li bilan avtomobil yo'li ajratilmagan. Bu yerda tezlik ham chegaralangan. 30 yoki 40 km/soat tezlikda yurish mumkin. Bunaqa kichik baryerlar ham qo'yib qo'ygan. Tez harakatlanib bo'lmaydi. Shahar markazidan 4-5 km uzoqroqdagi joylar. Ko'rib turibsiz, velosiped yo'llari hamma joyda bor. Sifatiga gap yo'q shunchaki. Mashina yo'llari ham juda sifatli qilib qurilgan.